Aziz o'rtoqlar, Nestfondan shunaqa ko'rib turganinglardek eksklyuziv xonadonimizni sotuvga chiqqan. Hozir men sizlarni tezlik bilan tanishtirib chiqaman. Ko'rib turibsizlar, bu mehmonxonamiz bilan spalnimiz, ya'ni yotoqxonamiz studiyniy formatda qilingan, lekin bu yerda loft eshiklari bor. Ko'rib turibsizlar, komod qismlari, bu yerda yotoqlari va ichkarida bizani kattagina ko'rsanglar bo'ladi. Ofis xonamiz bor, bemalol kirib o'tdi, ishlarimizni qilib dam olib o'tirsak bo'ladi. Manzara ham juda ham zo'r qilingan. Uyimizning egalari o'zlari uchun qilingan ekan, lekin hozir ayrim sabablarga ko'ra sotishyapti. Ko'rsanglar bo'ladi, bu bizani kattagina mehmonxonamiz, lounge zonamiz, yumshoq mebellari, kattagina televizorlari, dekor, kamin, hamma sharoitlari qilingan. Polimizdagi tarketlarimiz nemetskiy tarketli ekan. Bu yerda kafellar bor, kafellari ispanskiy kafellar qo'yilgan ekan. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi, bu bizani oshxonamiz. Oshxonamizning ham hamma texnika, mebellari bilan joylashtirilgan, hamma sharoitlari tayyor turibdi. Aziz o'rtoqlar, choy ichish uchun stol stullargacha qo'yib qo'yilgan. Yo'ligimizda bizani ko'rsanglar bo'ladi, umumiy yuvinish xonamiz bor. Hamma sharoitlari bilan tayyor turibdi. Dushovoy kabinalari va yo'ligimiz, oynali zonalarimiz hamma sharoitlar bilan qilingan. Aynan mana bu joyga ahamiyat berasizlar. Juda ham chiroyli qilingan, did bilan eko zonamiz ham bor, tabiiy tropik gullarni ham joylashtirib qo'yishganingiz o'rtoqlar. Uyimizning narxi keladigan bo'lsa 345 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilamiz.